Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz nogiron bolani tarbiyalashda maxsus maktabgacha muassasa va oila hamkorligining mazmuni, usullari va vositalari haqida bo'ladi. Rejalarimizga keladigan bo'lsak, birinchi rejamiz, ya'ni kirish deb oldik va bunda hamkorlikning dolzarbligi, maxsus muassasa va oilaning hamkorligining mazmuni, hamkorlikning shakllari va usullari, hamkorlikning vositalari, oila va pedagoglarning roli, hamkorlikning samarasi va xulosa qismlaridan tashkil topgan rejalarimiz. Hozirgi kunda jamiyatda har bir bolaning to'laqonli rivojlanishi uchun teng sharoitlar yaratish muhim vazifa sifatida qaralmoqda. Ayniqsa nogironligi bo'lgan bolalarning ta'lim tarbiyasi, ularni jamiyatga moslashtirish jarayoni alohida e'tiborni talab etadi. Bu jarayonda maxsus maktabgacha muassasa va oila o'rtasidagi uzviy hamkorlik muhim o'rin tutadi. Ota-onalar bolani yaxshi biladi, pedagoglar esa ta'lim-tarbiya bo'yicha mutaxassis hisoblanadi. Ular birlashgan holda bolaning rivojlanishini ta'minlaydi. Hamkorlikning asosiy maqsadi va mazmuni. Hamkorlikdan ko'zlangan maqsad bu bolaning jismoniy, aqliy, emotsional va ijtimoiy rivojlanishini muvofiqlashtirish, har tomonlama qo'llab-quvvatlash hisoblanadi. Hamkorlikning mazmuniga nimalar kiradi? Bular bolaning rivojlanishiga individual yondashuv, ta'lim jarayonining uzviyligi va ketma-ketligini ta'minlash, ota-onaning pedagogik savodxonligini oshirish, reabilitatsion va korreksion ishlarni uyg'unlashtirish, bolaning ijtimoiylashuvini ta'minlash, bularning barchasi hamkorlikning mazmuniga kiradi. Hamkorlikning shakllari va usullariga nimalar kiradi? Bular tashkiliy shakllar, ota-onalarning yig'ilishlari, ochiq darslar va tadbirlar, psixologik pedagogik seminarlar, uyga tashriflar, ya'ni patronajlar va individual maslahatlar kabilar kiradi. Keyingisi ish usullari. Ish usullariga intervyular va suhbatlar, ya'ni bolani chuqurroq tushunish, ota-onaning qarashlarini bilish kabilar kiradi. Kuzatuv va tahlilga nimalar kiradi? Bolaning rivojlanish dinamikasini baholash, treninglar, ota-onaga kommunikatsiya, parvarish va usullarini o'rgatish, amaliy mashg'ulotlar, bularga o'qituvchi va ota-onaning birgalikdagi ishtirokidagi faoliyatlar kiradi. Korreksion tavsiyalarga logoped, defektolog, psixolog bilan birgalikdagi reja ishlab chiqish kiradi. Hamkorlikning vositalariga nima kiradi? Ya'ni maxsus maktabgacha muassasa va ota-ona o'rtasidagi hamkorlikning vositalariga nimalar kiradi? Bular an'anaviy vositalar, ya'ni bolaning kundalik daftarchasi, ya'ni aloqa daftari, ota-onalar uchun metodik burchaklar, ma'lumotnomalar, broshyuralar va risolalar kabilar kiradi. Bular an'anaviy vositalarga kiradi. Keyingisi zamonaviy vositalar, elektron kundaliklar va mobil ilovalar, WhatsApp, Telegram guruhlari orqali axborot almashinuvi, onlayn maslahatlar, ya'ni Zoom, Google Meet orqali va ijtimoiy tarmoqlarda ota-onalar klubini tashkil etish, bular zamonaviy vositalarga kiradi. Oilaning roli va mas'uliyati, ya'ni bolaning kun tartibiga rioya etishini nazorat qilish, reabilitatsion mashg'ulotlarni uyda davom ettirish, o'yin va muloqot muhitini yaratish, farzandini rag'batlantirish va ijobiy munosabatda bo'lish, ta'lim muassasasining tavsiyalariga amal qilish bu oilaning roli va mas'uliyatiga kiradi. Pedagoglarning roli va yondashuvi nimalardan iborat? Bunda har bir bolaning ehtiyojiga mos rivojlanish dasturini ishlab chiqish, ota-onalarga qulay pedagogik tavsiyalar berish, ochiqlik, ishonch va sabr bilan ishlash, oila bilan doimiy aloqa saqlab turish va ota-onalarni bolaning muvaffaqiyatlariga jalb qilish, ular barchasi pedagoglarning roli va yondashuviga kiradi. Ota-onalar va maxsus maktabgacha muassasani hamkorligining natijalari: bola uchun yagona rivojlanish muhiti yaratiladi. Buning natijasida ota-onaning ishonchi ortadi, ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligi oshadi, bolaning ijtimoiylashuvi osonlashadi va ijodiy muvofiqlashtirilgan yondashuv paydo bo'ladi.
Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, nogiron bolani to'laqonli rivojlantirish uchun faqat maktabgacha ta'lim muassasasining sa'y-harakatlari yetarli emas. Ota-onaning faol ishtiroki, pedagoglar bilan hamkorlikda ishlashi muhim ahamiyatga ega. Hamkorlik orqali bolaning rivojlanishida yagona yondashuv, uzviylik va barqarorlikka erishiladi. Bu esa bola uchun eng muhim shart, ya'ni muhabbat, tushunish va qo'llab-quvvatlash muhitini yaratadi. Ya'ni ota-onaning roli bu yerda judayam katta hisoblanadi. Maxsus maktabgacha muassasa bilan doimiy ravishda hamkorlikda olib borgan alohida ehtiyojli oilalarda albatta samaradorlik juda yaxshi bo'ladi. Ya'ni farzand albatta mehr-muhabbat bo'lgan joyda rivojlanishda oldinga siljish holatlari juda yaxshi natija beradi.